Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. Rossiyada yurgan barcha o'zbeklar diqqatiga. Iltimos, butun O'zbekistonda deputatlar gapirib chiqibdi, uylaringga qaytinglar deb. Chunki yaqinda Bo'ldi, tamom. Ichib bo'ldingizmi? Qaytamiz endi. Xo'p, rahmat sizlarga. Bizlarni o'ylab, sizlar bizani chaqiryapsizlar ekan. Lekin yana bir marta aytaman, bu yerda biz hamma o'zining ixtiyori bilan yuribdi. Bizani shu yoqqa chaqirib ham bizani shunaqa zo'r yashattira olmaysizlar. Tan olinglar. Men misol 33-34 yoshimga kirib shunaqa to'kin sochin zo'r hayotga 34 yoshimga kirib Rossiyada yashadim. Buni Rossiyaga kelib turib, Rossiyani pulini, Rossiya nonini yeb yurgan har bitta inson tan olishga majbur. Bizani bu yerda hech kim ushlab turgani yo'q, yoki hech kim jo'natgani yo'q. Biz bu yerda o'zimiz ixtiyorimiz bilan yuribmiz. Nimadir xato, nimadir ashibga qilsak, shunga yarasha Rossiya bizdan talab qilyapti. Xatomizga javob so'rayapti. Nima uchun sen dokument qilmading, sen nimaga boshqa qilmading deb. Sizlar biz uchun g'amxo'rlik qilayotganlaringiz uchun katta rahmat. To'g'ri aytyapsizlar. Bizlar qiynalib turib, misol uchun men ham qiynalyapman. Juda qiyin. Qiynalib turib, mana manikyur, pedikyur qildirgani bora olmadim. Shu uchun mana ruskiy masterni uyiga chaqirdim, mana. Bizdan xavotir olmanglar. Bizdan xavotir olayotgan deputatlarga shu misol hamma insonlarga bitta gapim, mayli bizdan xavotir olyapsizlar, rahmat, lekin bitta narsani aytinglar. Mayli bizda rostdan agar o'zbek xalqidan xavotir olayotgan bo'lsalaringiz, dokumentingni to'g'ri qil, xayolingni joyiga qo'y, miyangga kelgan har qanday ishni qilma, dokumentingni joyiga qo'yginda faqat to'g'ri yo'ldan yur. Mumkin bo'lmagan ishlarni qilma deb to'g'ri maslahat berishlaringizni so'rayman. Ataksizlar chaqirganlaringiz bilan bizlar xohlayotgan yoki bizda yashagan hayotni u yoqda qilib bera olmaysizlar. Bizda to'g'ri borib, misol boriga shukr qilib yashasak bo'ladi, lekin bizlar o'sha Rossiyani pulini yeb, nonini yeb, qanchalik shirin ekanligini ko'rdik, chunki bizning mehnatimizga yarasha haq to'lanyapti. Lekin baribir nasib Xudo xolasa inshaalloh qachondir vatanimizga albatta qaytamiz. Inshaalloh ham borib manikyur pedikyurchilarni uyimizga chaqiradigan darajaga soqqa qilishga loyiq hayotni iloyim hammamizga nasib qilsin. Men misol O'zbekistonda yurgan vaqtim manikyur pedikyurga uyga odam chaqirish, u yoqda tursin, darjim salonga borishga ham nima qilaman 150 mingga 200 mingga tirnoq qildirib yo soch qildirib berdim. Xudoga shukr, Rossiyada yurib shu narsa bizga nasib qilgan ekan. Men Rossiyadan mingdan ming roziman. O'tgan 1,5 yil umrimga Rossiyadan mingdan ming roziman. Yana bitta gapni aytmoqchiman. 40 yil qirg'in kelsa, faqat ajali yetgan bo'ladi. Bu gapimni ma'nosini o'zlaringiz tushunib olasizlar. Hammaga